Bugun biz sizlar bilan ingliz tili o'rganuvchilar uchun foydali bo'ladigan so'z yodlash platformasini ko'rib chiqamiz. Bu platforma sizga 30 ta unitni taklif qiladi. Har bittasi o'ziga turli xil mavzulardagi so'zlarni qamrab olgan bo'lib, har bitta unitga kirganingizda 20 tadan so'z mavjud. Bu so'zlar ro'parasida transkripsiyasi, ya'ni talaffuzi ham berilgan. Shuningdek, ularni kontekstdagi ma'nosini ham ko'rib chiqishingiz mumkin. So'zlarni yodlab bo'lgach, tagida exercises, ya'ni mashqlar bo'limiga o'tasiz. Mashqlarni ketma-ketlikda yechib bo'lgach, ularni javobini ham tekshirib olishingiz mumkin. Bu sizni qay darajada so'zlarni yodlay olganingizni tekshirib beradi. Mana ko'rib turganingizdek, to'g'ri javoblarni ko'kda, noto'g'ri javoblarni qizilda belgilab bergan. Bu platformani yana bitta pluslardan biri, bunda reading mashqlari ham mavjud. 20 ta yodlagan so'zlaringizni reading mashqlari o'z ichiga qamrab olib, sizni reading skillingizni rivojlantirib beradi. Xo'p, o'qish mashqidan so'ng yana takrorlash, ya'ni testlar va mashqlar ham mavjud. Bularni ham yechib bo'lgach, javoblarini tekshirib chiqishingiz mumkin. Bu sizga nafaqat mustaqil o'qishni, balki o'qituvchini yordamini ham taklif etadi. Bu platforma yordamida vaqtingizni tejashingiz mumkin. Daftar olib yozib o'tirmasdan javoblarni elektron tarzda tekshirib olishingiz mumkin. Xo'p, unitlarimiz turli xil mavzularda bo'lib, reading skillingizni rivojlantirib berishga qaratilgan. So'ngida indeks, ya'ni har bitta so'zlarni alifbo tartibida berilgan ham mavjud. Orada reklama ham chiqib qolishi mumkin. Buni X bosib chiqib ketishingiz ham bo'ladi. Xo'p, indeks lug'atga kelsak, bunda hamma berilgan so'zlarni jamlab lug'at tarzida alifbo tartibida berilgan. Unitlarda yana shuningdek so'zlarga va matnlarga doir rasmlar ham berib o'tilgan. Buni barcha yoshdagi elementary yoki advanced leveldagi o'quvchilar ham o'rganishi mumkin. Ingliz tilini biz bilan zerikmasdan o'rganishingizni ta'minlab beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.